Şunisini giy kızım. Hadi yola sana dadasi qaranglar kiyimini kiymiyapti. Nima qilganlari? Qachondan buyoqqa o'tiribman. Sham kiyin. Kiy kiyimingni. Tez chiqinglar. Abachalar nima baqirasiz? Bo'l oxir, ko'ngling siydi. Dadang xafa qilgancha. Mani qizlarim aqlli, mana bir og'iz aytganda yo'q demay kiyadi. Men maxluqmi? Haqiqatda shu darajada yomon odammi? Nega unday qildim? Yo'q, men yomon odam emas, shunchaki menga berilgan rolni ijro etyapman xolos.